Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 23, 24, 25 va 26 mart kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik. Ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling va ko'rish davomida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 26 va 28 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 23-27 martda 7-12 daraja iliq. 24-26 martda 8-13 daraja iliq. 27-28 martda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 27 martda 20-25 daraja. 26 martda 22-27 daraja. 28 martda 18-23 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 24-25 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 26-28 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 martda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 27-28 martda 20-25 daraja iliq. 26 martda 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 24-26 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-26 martda 7-12 daraja. 27-28 martda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 23 va 28 martda 20-25 daraja. 24-27 martda 20-22 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23 va 27 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 24, 26 va 28 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq. Kunduzi 28 martda 20-25 daraja. 23-27 martda 23-28 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 27-28 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 26 martda 7-12 daraja iliq. 27-28 martda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 24 va 28 martda 20-25 daraja. 25-27 martda 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Faqat 24-25 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 martda 3-8 daraja iliq. Kunduzi 23-28 martda 14-19 daraja iliqqacha ko'tariladi, deyiladi xabarda.